Kim o sen? Kim gaqlatsa bu yerda muhabdimga ondan manda deb ig'choqsiz ko'rib qoldingmi bu yerda? Qarang singlim, qarsan mendan kichik tursiz. Bu yoq bo'lsa mening enim, bu yoq bo'lsa mening ikki bolamning dadasi. Endi sizdan so'rab baqsam, siz kim o? Açam muşta bir nimaga shunda siliq supay gap qatamsa? Ey, men mening ocham. Men bo'lsam aning qiynimisi, sen bo'lsan kim o bu yerda mangman gap qilsang bu yerda? Tukan bo'ldi unlar dema. Bu qiz oldimda gunoh yo'q haqacha. Biz eng yaxshi ko'rishadigan odam bilan, paranglashadigan odam bilan paranglashaylik. Bu qizdimi boshqa gunoh yo'q. Men mang'ashtirayamisa. O'tira, nega ko'ratding, o'tira. Gap qilmamsan. Mang'ashtirimiz qarab o'tirsang beshing sangritib. Akam bo'lgan mayak qo'z xotining, mayak qo'sa ma'abdin kelmish. Gap qilay, latamdi. Gap qilgan, meningga mushtariga kelganda deb beshingiz toshbaqadek ichib kirib oldik-a. Siz ana shu qayerga gapma o'tira. İşimiz qilma bu. Işte qarsan bir yilning yozmish yalatmishda ishlab, ana bola uchimizni boqimiz deb bak charchab ketibsiz. Şu mümkün bo'lsa hozir o'zimning mo xizmati va bo'ldi. Ikki bolamning o'tishdan o'zim chiqa olmayman. Bo's bizim shat chiroyli to'xtab qolaydi. Sizni o'zingiz boshdan qilib. Apse. Unda qilmang. Azmaydigan inson yo'q. Shaytonning dibiga ustoyam qoptimi? Mush nima azdumugan bo'lsa, mushkingimi qilmas bo'lg'aydim. Mendan ketibdi. Qopmang. Men butun narsani men yutay. Bundan keyin bunda bu yerlarga borsam, balim cho'ngib qoldi. Men sizning qo'lingizdan tutib, yo'tlab, zavodlarga men o'zim berib, ham ishni tanqilayli. Endi bu o'g'avlar, endi yolg'izchilikda ham ishlar bo'ldi ekan, izib qoldigan vaqtlar bo'ldi ekan. Men kechirib o'tgansiz. Huy! Gapin davasini deb gap qilmay o'ltasam, cho'glab kelib ketdim. Men ozdo'g'an bo'lib qoldimmi? Voy qildigan ishlarim bor, mening vaqtim yo'q desam, kechikishlab yotqimni oldidan ketmay 99 atirladigan tizib, yo'lbay qilib ketgan odam kim o? Ha? Ishdan tushib bo'g'cha yashad lolindek shirkatning oldida saqlab turdigan odam kim o? Men ozdo'g'an bo'lib qoldimmi? Rasada sizga deb qo'yayan, ne chiqdim biz bozorlarda oltinlarni elib, bozor aylanib qilayotgan chaqda balimiz og'rib qoldi, doktorxonada azroq pul urib bering deb telefon qilsangiz, uning berdigan pulim yo'q, sen hajlab beray, jinim deb men hajlab bergan. Bundan adamdan sizga yaxshilik kelmaydi, jumab, herkes ish to'qishini o'zgarmaydi. Adam bo'lmaydi. Men menga yuraya, o'zinglar paranglashinglar. Gap qilay, lamzalli. Sen-chu, men achamning yo'lda cho'mmagan bo'lsam, buchaq tumishqonni chuguytatdim. Ne chiqata ko'rib qoldim. Acham desam, "Fukam, ikki bolamninki dadisi unda qilma, men aranglada so'g'aqchilik bo'lib qolmasin" desa, patmagan menga gap qilay. Nachar, o'g'aval sendek olam deya namertde nere aşnından qilishidi ey. Bir chiroyli ayling va, ikki balang va, ash yutxaq nachar gaplarni qilsa, mening yo'lchim unda emas deb o'zingni ya qartpaqmidi. Mushta yurib, amdilik kelgan chaqda amdi pushaymon qilganing o'rniga kelamda. Azroq 2-4 ta pulni deb xotningni yutqi tashib etib, o'zingma ishkirdi xalqning shaharda o'ynab, ko'ngling qanda tatdi ey. Hozirgi jamiyatda mushunda odamlar jiq, hamdi sen o'zgarishing tez juma. Odam bo'lsang ummam dey. Voy hayvon. Sen muhabbetma afkam. Digining olma to'g'ri. Hamda sen mo bilsam, ish turib o'tsam, jamiyat tashliqda og'inning keyinga chirib, pulchakning keyinga chirib, shu heveslarning keyinga kirib azmaydigan inson yo'q. Haki yo'lliq men bir sana yolg'irib bakmagan. Men dey. Qapmanglar. Men o'tnay. Yaxshan, açan edengim desang, yaxshan edan ballarni ilib keldi. Bir vaqt tamoqlarni yesak, chiroyli ballarni kelgan kim hayot qildirsak, butun narsa sizning qo'lingizga o'tsa, siz menga bir bu xatoligim tunishga bir fursat bersangiz, sizlar o'tansin. Men ayada turib, uyada bo'lgan kimdir miyada hech kim bilmaydi deb yuribdiman. Ko'nglimning degan gap rost, aldamchining quyruq bir tutamdi. Bir kechirmasin.